Sen bu gapni menga da aytamsan? Taptatmasdan. Ayni vaqtida Dilshodni ajrashtirganға nemanchi cho'ntirdiki deb o'ylab qolgan. Tegib qat yetamagandim. Qara Ali, bugun yetgandek bo'ldim. Sen bir ayol kishi. Sen mening do'stim-ku. Sen mening do'stim emas. Qo'ynimda solab boqqan yilon kelsa qara. Seni hech bo'ldi qaytmayman. Bo'ldi qilamsan yo'q. Dilshod bu. O'tira. Hey. Jimmy buna üzemde durup, kap götürüp ne garay degandek, hemmişni üzantirip, yana 5 dakika qilmoqchimsan bu yerda. Ben qara, ayni vaqtda Aliya orqali sen meni sinayman deb bu ishni topmagan bo'lsang, men sendan boshqa hech qanday ayol kishiga qarab boqmagan. Sening menga unchalik ishonmaydiganligingni bilgandan boshlab, men sendan bak ümidsizlandim. Tushundingmi? Endi ko'zim ko'ringuchi bo'lma. Yo'q. Onu bilmedi Dilshod. Aynı vaqtda men xato qildim. Aramız bir bal bağı. Şu balni yüzüne qilan bo'lamdi. Sen şu balni o'ylab baqdingmi? Sen bu gapni menga da aytamsan? Taptatmasdan. Men sana desam, ayni vaqtda men shu oilani deb kech-kechlab ismini ishlab, jafoli xizmat qilib, oilaga butun vujudimni atgan vaqtimda sen buni o'ylaganmiding? Sen hadislar mendan qusur tepib, hadislar mendan gumonlanib, menga ishonmay. Men xato qildim. Bu ishning hammasini sen o'zing keltirib chiqargan. Endi bu gaplarni deyishganning o'rni yo'q. Bo'ldi. Hozir mening oilam bor. Qara. Sen endi yo'qolsang bo'ldi. Yo'qol! To'ygini bütün bir kebab qilib, og'ziq chinsaydan beni tishlab turib, akabra shuni yana biza. Akşam deme aka, usul deganni qiqas oynatdim aka, Cuma. Bir kızallar emas bu. Usul oynatırsan qo'ltig'imda o'chdi. Akşam sama meşi oynadım aka. Niye isla? Endi de. Niye isla dedim. Hey, bizcha o'xshigan toyoq bo'lsa, jamallarni qo'shib, yenimikin deb keldik. Nim bormisa? Menda. Men bor. Seni kadar ilgili oldu. Seni paçlap sarkıyım edip yapacak. Bundan ben sen otursan isek olduk ya. Ya bunun koskunu hep tenin sekmeyse olduk. Şimdi duvara koysak olduk ya. Hem de menbaadikinim şu, bizden bu aşkanda. Hey, kara. Hep miya gibi mi tabi çaya kilip. Ya şuna mı? Anladık ki demem bize hemen bade. Ya nime tamak yiyesiler demem de. Aldığımda bak bu. Karanlayna. Nim tabak var sildir lan. Sen digine ha. Nim tabak var. Lagmen, soymen, toğurmen, toğuşçayıp, dapenci, dapenyen, ro, eşkellegmen, keskellegmen, bazımen, lagmen. Vay, bade. Asılcap, yakmış. Oldu, oldu. Kumdak aş. Kulağını ağırtı etti Cuma mavi. Hey, hem tamak başlama. Da. Töküş bamı. Da. Tögini bütün bir kebab qilib, og'ziq chinsaydan beni tishlab turib, akabra shuni yana biza. Bamı? Ba. Yani şu Yanıma kara. Şu ilk tapındım birine gapira. Onda bo'lsa timsoqni suvda pishirib berajima timsoqni. Müştahane kesen boldu. Ya doktor az. Tögenin müngüzü olsa, ananın tokunun sütü olsa. Sütü olsun. Ekile. bu yok de. Yok lan. Yok. Batamaklarını yiyince abay batıgellerine şuna gelsen boldu. Bu sizlerden camiye 2 milyon 222 bin 222 koyuptu. Bunda da. Kendi olarak işte. Aldın zakalat pul tapşırıslar. Bunuğa 244 bin 244 koy. Aldın zakalat pul tapşırırsanlar kasanlığın burgan tamak çıktı. Hey, bağa qara. Çak koydu. Sen bağa qara, ottancının kiye qara. Askerlerimi bak o. Oxşiga askerlerimi. Şikine. Anadaki unzuq kebab qara. Tötal Peterman'da. Yani tötal Çağman'da. Açtığını bir ekire. Hey, başkavga kavmantıdan tötle lagmandan işkine. Peterman'dan altına kovapta oldu. Hey, jalansın. Kovda bir şey
lag'mani 10 taqsa, poloni 10 taqsa, mushiliq boshni ham shu. Hammani ish 10dan yeyman aka ish. Aka, do'konnimi xeyli yaxshi saramjonlashtirib oldi ham. Tamoqlarimizni yaxshi, xaridorlarimizni xeyli yaxshi obdan ko'nab ketdi. Endi shu men bir yangidan bir tashviqot. Sizga meni undar paralashga akimiz shu ha? Shu. Ha, shu qarabni bilib oldim aka. İşlan tayak qansizdan aka, men jibo qilgan narsadan tayak ishni boshi saqlamiki vaqtida. Bu kam shu Baya siz gapini qilib bergan tamoq yeyishda alaylik bor. Shu alayligim bor ekan men shu. Lag'mani 10 taqsa, poloni 10 taqsa mushiliq boshni ham shu. Hammani ish 10dan yeyman aka ish qilib. Chataq yo'q, shu alayligim bor emasmi mening? qarmoqim shu yediganda qilib tursiz. Bunada ismingiz İsmim Dilshod aka. qancha yoshga kirdingiz bu yerga? 26 kirdim aka. Yoshkansiz. Ha? Bo'pti. Oyunda 10 necha taqsi bir bilanni yeb qandami singralgansiz ukam buni. Singralgansiz ukam buni. Endi oilangizdan qiyinchilikning borligini Yaxshimi aka? Yaxshi turyapsiz. Yaxshimi? Yomon emas aka. Men shu kishi yomon o'xshab juma O'xshaydi bizniki. Jirab-jirabdan kelib ichida emas bizniki. Aka, menda gapga qaram. Aka. Muhim bir gapim bor desam bo'ladimi, demasam bo'ladimi? To'xtab. Qara. Pul so'raydigan ishdan boshqa qanday gap bo'lsa anglayman. Pul so'raydigan ishni so'ramasam bo'ldi. Shu azroq o'zi jiq emas. Fikam, bu hisobotni qilaman Voy, o'tiring. Voy. Kelsa bu 7 kunlik suiqasd gap qo'yib ketdi. Buni gapini anglab qolib qo'qab ketib o'tiring aka. Voy. Ebat mana shu techa. Qo'qab shunami? Menda gap qarang aka, men gapimni anglab turing boshda. Men do'konni ochgandan beri do'konimizning savdosi ancha yaxshi emas. Shu mush sababli bolaning maoshini beramayapman aka. Mush o'tgandan o'tib olgan bo'lsam, o'tinib qolay jinim aka. 50 ming qo'y pul berib turibman. Do'konni echyapsan. Shunami? Mıg deb yadida men qolib shunning kimligini. Adasiga o'rqilsan. Hay, kan qildiqlar, menda pul yo'q. Sen menda ma'lum qara. Men yanchiqim bag'in sening inkingdimmi pokiz. Hech nima yo'q. Qara men ko'rdim. Mana. Ko'rdim. Hammasi jar. Ha, pul. Aka, men bilmem sizning shu portal üzükingizning o'zim az bo'lgan chog'da 50 ming qo'yib yarayjima men üzükni. Dema san beremez, sertifikat do'koni. Yeni olmaysizlar? Voy, bo'ldi, chaqchaq qo'ydim. Voy, ja, bo'ldi. Uni asorat etishiga olib turib aka. Hammamizning hali qarab. Menda gap aka. Pul so'ramadi. Men gapimni anglab turibman. Qamoq yil qo'yapkan, pul. Ya siz mana shu pulni qaytarib bermayotdi deb qo'qab tutib qolasiz shundami? Agar kunlarning birida men vayron bo'lib ketib qolsam shunda. Qinimni setib bo'lsam cho'qim beraman juma aka, men pulni qaytarib beraman. Unda o'z qaytaramayotgansan. Bo'ldi, menda pul so'rama, boqilma. Menda qilaylar. Menda bir necha yil qarzdorning nimasi bor ekan, hujjatini sana beray. Sen elib ash pulni qancha yil ishlatib, keyin 70%ni men qaytarib, 30%ni ash qarz hujjatning pulini men yig'amdan. Menda bosh shuna gap qoldi. Voy, bo'ldi aka, bo'ldi. Bermaymanlardan bo'ldi. Bo'ldi, o qarzingizni o'zingiz yig'ib nima qilsangiz qilib uni. Men shunchalik cho'ng ko'rdim necha vaqtdan beri. Ak yo'lliq og'inam deb. Tayinli qadam ekansiz jo'nasiz. Ko'rib qo'ydim aka. Unda deb ketma ukam. Unda deb ketma. Ba'zi ishlarni sen tushunmaysan, unda deb ketma ukam, ma'qulmi? Ak yo'lliq deb. Cho'ng ko'rib kelyapti emas. Cho'ng ko'rib, pulni bermasam shu bilan pishta ko'rib qolasan. Siz bulamni. Ma'qulni elib, ikkinchi ko'zim ko'ringi To'xta, to'xtama. Adashma. Voy, ukam, bu ishkani xuddi ochsingizda shundoq yiqilib o'tdinglar bu. Shundoq aka. Men buningga pul berib turmasda, qarz suylamasda, ana shundoq yiqin to'q. Mana pul berib turib qarz suylayman deb, yiqin do'stimdan ayrilib qoldim desa. Ukam mana ko'rgansa, har qanday do'stlik, og'indachilik, tuqqandachilikqa pul ilim berim aralashgandan keyin u munosabat cho'qim buzildi. Tushundingmi? Men shunga sana pul bermayman dedim, ukam. Pulni bermayman. Pul qazanmayman, ammo sana yordam qilaman. Mening o'zimning planim bor.
Bana rast yardım kılamsa. Ya yardım qilib, "Voy, sen meni qiynab tursan, yardım qilmay qiladi." Bas shu qishin qil o'xshabdi. Yana bir chin achib qizam. Ha, bo'ldi aka. Ama pulunu berib ben cuma da qo'y. Ma tamoqning pulini berib ben. Ma tamoq pulini Hesaplik do'st ayrılmaz debdi oldimga. O'g'o shu Ma'qul akamsa, tunjamgarligimiz ko'ngildagidek bo'lsin aka. ma'qul ukam, bo'ldi. Ishlar deyishganimizdek bo'lsin. Ma'qul bo'ldi. Ma'qul. Xo'sh. Yaxshi, qani. Direktor, ula kunning shunda bekka tamoq yeb chiqib ketaysiz bulanda. Ya ukam, hech nima bo'lmaydi. Siz unda degan bilan qarang direktor. Mening shu kunda tamoq yegan pulga ichim og'riyotdi emasmi? Ukam, siz bu ishlarni keyinchi tushunib qolasiz. O aka, qanisiz? To'xtab turing singlim. Siz boya so'ragan savolingizning javobini endi beray. Agar siz bu hayotlikda ishonchli qo'y go'shti yemoqchi bo'lsangiz, oldi bilan shu qo'yni o'zingiz beqib, bo'dab samirtishingiz kerak. Ondan keyin siz yemoqchi bo'lgan shu ishonchli qo'y go'shtiga erisha olasiz. Agar siz bosma quduqdan suv ichmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan quduqqa suv qo'yishingiz kerak. Agar siz bosma quduqqa suv qo'ymasangiz, uning suyini ichamaysiz. Hayatdan siz meni nurg'unlagan ziyon tortadigan bo'ldingiz degandingiz. Mana ukam, biz do'konimizning tarmoq do'konlari uchun to'xtam tuzish orqali 200 ming yuan iqtisodiy qimmat yaratdim. Qanday? Sizningcha arzimdi ekan? Mana bir choy akab beraman. Ma'qul. Nima yesam bo'lar mana shu? So'ylabman. So'ymalabman. Oyim ekan bu. Mana chayimiz. Rahmat. Voy, ey, makinana? Mana. Macha yaman qiziq choy ekan bu. Xudo bir normalroq bakib beraman. Bo'ladi. Tas qolibdimi yerda men? Rahmat. Bu. Maya bir kevtana? Hatta bu. Endi macha keling desam, macha yaman qiyniq choy ekan, otning qindek. Menda bir susroq qilib akapamiz deyim buni. Ma'qul. Soat 1 gapni 4 qatim deb ishlaydim men. Nima qilib qopti? Mening tamoqimda shu qoldi aka. 6 ustal qopkam, ha? Ha, 6 ustal. 25 qo'yibdi. Naq pul versam bo'la? Bo'ldi. Mana. Ukam, bu 50 qo'yga pach pul yo'q qara. Xapolmay bir tegishib kiramsa. Tegishib kiray. Uytib. Likkada chiqib bir tegishib kirammi? Mana. Ukam, bizda 5 qo'yliq pach pul yo'q ekan, xapolmay bir qaytadan chiqib bir tegishib kiramsa. Yana. Ha? Ma'qul. Aras ukam, boya sen o'g'irliqchi qo'yningga tiqlagan qizil gul cheni biz 3 qo'ydan sotamizmi edi? Pulga. Shuni qo'shgan vaqtda yana qaytadan pul pachlab kirsan o'g'dak. Men o'g'irlatmayman ya. Ha? Yo'q, men o'g'irlagan ukam. Ha, baya men aldira chiqdim, ayada choy ichib o'tirib, tamoqda tanlab bo'lmayman. Askar tushunib qopdimi? O'g'irlab oldim ish yo'q. Mundaq deb qo'yaman. Qanda boshqalarni ahmoq qilib qo'yingiz qanday bo'ldi ekan? Men qarab ukam. Bu yerda sizlar uchun xizmat qilayotgan mulozimatchilarmi? Sizlarga o'xshash odam. Bir chaynak choy bir 2 minut kechikib chiqsin ham bo'pti ukam. O'zaro to'g'ri tushunsak bo'ladi-ku. Uydami mehmon
kutib baqqan-go bizlar. Texi tamoq bir 5 minut keyin chiqib qoldigan bo'lsa-go, og'zingni buzib set gaplar bilan tillashlaringlar. Shuning bilan bizning bu kichik qiz mulozimatchilar gapingni ko'tarolmay, mishida manqisini yiqitib boshqa shoq ishdan to'xtaydi ofkan. Sizlarga mulozimatchilik qiladigan bir odam kamlaydi. Shuning bilan yo'g'on bir muborak nomga erishimiz. Oshxonning mulozimati nacharka, mulozimati yaxshi emas deb. Shuning uchun ofkan, to'g'ri. Albatta do'kondorlar xaridorlarni hurmatlashga haqli. Lekin ofkan, bu sizlarning xohlagan vaqtda ovorchilik tug'dirsanglar, bo'layirdiganligidan derak bermaydi. Mulozimatchilarmi sizlarga o'xshash farqomkaya. Ha? O'xshash. Shunga ofkan, bizning mush mulozimatchilarimiz bo'lmasa, hatto sizlarningki bir kunlik xizmatinglarga ta'sir ko'rsatadi. Eng yaxshisi biz o'zaro bir-birimizni hurmatlashib o'taylik. Bo'lamdi ofkan? Bo'ldi aka. Lekin xafa ko'nglim kelgan bo'lsa xafa. Men kechirim so'rayman ofkan. Ya, mening ko'nglim kelmadim, sizmi xafa bo'lmang, qo'yaman sal ashurit qilib. Hech qisi yo'q ofkan, hech qisi yo'q. Lekin buningdan keyin diqqat qilsang bo'lmadimi? Bundan keyin diqqat qilaman, mana. Rahmat. Bir vaqtinglar yasa kelib turinglar, ofkan mensa. Ma'qul. Qizchaq. Yig'lamsirab qopsiz-ku, ha? Nima ish yig'laysiz? Bir ish bo'ldimi? Bir ish bo'lgani yo'q. Biroq shu nima ishqa balangiz bilan birga ishlaysiz, ha? Uni boqadigan odam yo'qmi? Dadam opam burili tugab ketgan. Ondaqda yo'ldashingizcha u ishlab pul topsa, siz balangizni xotirjam boqsangiz bo'lmamda. Ha? O'mi yo'qmi? O yoki balangiz bilan ishqinglarni tashlab bir yerga ketdimi ya o? O rastilla bir ablahga. Ablah. U ablah emas. U degan bir mas'uliyatchan-da. O asli mush oshxonaning bir direktori edi. O shu bir qatimliq voqeadan keyin o o'lib ketganmi? Voy, kunda meni shunday gap kislab ajab olmaydi ekansiz. Qo'pinga yerim ketaylik. Yerim? Qo'pin. Aziz ayolım, kutgan edim, so'ygan nigorim. Hamda buldum aziz ayolım. Hay, bugun o'girchilimi ya? Kallasi chiqib ketgan. O'gir, qachonla qarz o'girlamayapsan sen? Bunda boshqa tuzuk bir tamoq ko'ra. Qirq tamoq tuz o'girdim. Ha, mayli. Men oshxonaning lag'mini bek o'xshaydi. Lag'ma yeyla. Voy. Sarang. Tuniganda qo'yib lag'ma yetib ketding sen. Lag'ma qumoring ekansan, ha? Hay, uni desammi yoqdaysiz. Buni desammi yoqdaysiz. Mush umringizda siz men bilan qiyirishib o'tsiz shundaymi? Yemabman shu tomoqni o'zingiz yana. Oshxona ulab qolmamoq. Ajoyib. Keldingizmi? Bugun qanday tamoq qildingiz? Siz yaxshi ko'rgan poloy deb keldim. Rahmat. Bu tamoqingiz qarashqilar shundoq o'xshagan chiroy. O'xshagan bo'lsa mazza qilib bir yeyiling, ha? Sizning azaldan qo'lingizning ta'mi bor-ku, ha? Ajab bu oshxona bu o'zingizning tuzmush tamoq yeyishni aytami? Albatta ajib bakam. Akamiz poloni bo'lib ma'atgan poloni bakli yaxshi ko'rdi-da. Oshxona tamoq yeyavasi, qandoq oilaning mehrmonatini his qila olsin deysiz. To'g'ri. Aka, bu sizlar to'y qilib 10 necha yil bo'ldi? 10 necha yil bo'ldi. Lekin men davomli qarsam-da ikkanlar tunigan to'y qilganda yangi to'lishgan, yangi to'yxon aqidlardek bilsam. Faqat bir qoidani o'rganib olsanglar, baxtli turmush kechirish ancha tez emas. Qoida? Baxtli turmush kechirishning siri afqon. Qarshi tarafni o'zgartirish emas, balki o'zini o'zgartib, qarshi tarafga yaxshi bir fursat yaratib berish. Agar sen qarshi tarafni o'zingning qilipiga akirishga uringan kun, dal sizlarning ajrashishga bir qadam yiqilayotgan kuninglar. Bundaqda men bo'yam Afqon. Rost gapni desam,
Bugün sen hata qilding Fukam. Men poloni yaxshi ko'rma. Lekin yengam ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. Biroq u men uchun o'zining qiziqishini o'zgartdi. Sen ayolingni qancha o'zgartishga uringan siri uning sendan shuncha yiroqlashib ketayotganligini his qilsa Fukam. Tushundim aka. Qaytam Safka, to'xtab tur, ha? Ma tamoqni ayolingga ag'ash bag'in. Bo'ldi. Siqsi yo'q. Ala, hech qisi yo'q. Rahmat aka. Yaxshi o'tiraman. Hech qisi yo'q, ma'qul Fukam. Qandaqsinglar? Oldingi qitim cho'nglar sizga tanishtirgan bola bilan xil chiqishib qoldingizmi, ya? Bo'lamdi ekan. Aka, shunday yaxshi bolani tanishtiribsiz. O'zim yaxshi, kelishgan. Pulum bor ekan. Ha. Ammo shu. Voy, ammo shu. O bolaning nari yoqmaganda sizga singlim. Endi shu cho'nglar bilan paranglashsa, xijil bo'lib qolmasin deb, mush ishqa alaydan o'zim kelishim Fukam. Aka, o bolaning chiroylari ham jihatdan bo'ldi-ku, ammo ota-onasi bo'lmaydi-ku. Nima? Ota-onasi bo'lmaydi ekan? Cho'nglar sizga bir nima dedimi? O'ziga shunday yaxshi sharoitlarni bo'ldigan bo'ldi-ku. Ammo shu ota-onasi dehqon-ku. Agar to'qib bo'lgandan keyin ota-onasi bizning yo'ng'imiz kelib, u yo'q bu yerlarni mehnat qilsa, o'chaqda men qanday qilaman? Ota-onasi dehqon-ku. Fukam, 2-4 tanga pul tepib, ancha-muncha shakurab, hamda shu ota-onangiz, cho'nglar ko'zingizga mehnat ko'ringan bo'lib qoldimi-da? Ha? Ashlarning ajri bo'lmasa, ne turibdi oldingizga ma tamoq, ha? Aka, men shu Eng yaxshisi Fukam. Men cho'nglar deb qo'yay. Bunda qarasam, a bola sizga emas, siz a bolaga mos kelmaydi ekansiz. Siz yaratmagan dehqonlarning qo'lidan chiqqan tamoqni yeyman deb vaqtingizni isrof qilmay Fukam. Eng yaxshisi qaytib qilaman uni. Namrat qurab ketibsan Fukam. Qanday sening puling bormi? Ishqilasiz. Katamning ichida yolg'iz qaylaysan. Meni beshimga hargiz unda kulla kelmaydi. Bu ishqilasiz. Ayolingiz patrollik. Shuncha o'zindan beri meni olib keldingiz-a? Meni kechiring Rayla. Men sizga bo'shdan bo'ldi demak emaslar. Endi sizga o ayolim borligini aytsam, ayrilib qolamanmi deb, men tashlab ketaman deb ensirab. Lekin men sizni haqiqatda yaxshi ko'raman. Men bir qatim fursat bering. To'g'ri. Ayolingiz borligini bilsam, hargiz sizni aloqa qilmaydim. Yerim shu, bundan keyin hargiz aloqa qilmayman. Meni avar qilma bundan keyin. Undami deb ketmang. Siz meni yaxshi ko'rasiz-ku? Siz meni chin yuringizni yaxshi ko'rib turib, men shu bunda tashlab ketsangiz, hali ko'nglingiz unamda. Ammo qanday qiladim? Qildib yo'qmi? Men bir qiz o'ltirsam, qiz uchun yuz obro'y jondan bo'lmayim. Kelgusi cho'g'lar loyiqa kim desa, oilasi ham bolalarni tashlab kelgan erdamlar, ayolingiz meni izlab kelsa, eringizni tatib olgan, siz ham ishga bolalarni ko'chaga chiqarib aytgan ash nomussiz uchun shaxsamda bu mumkin emas javlan. Men o'lsam bu yo'lni tanlamayman. Bundan keyin meni avar qilmang. Ko'zimga ham ko'ringuchi bo'lmang. Rayla, Ey bala, sen buni rostla yaxshi ko'rdigansan. Lekin bu xato yo'l. Oxiri chiqmaydi. Har qanday odam nafratlanadi.